Bizi Alisher akani nevaralari Shahzod aka oldilari keldik. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, charchaymizmi? Akamga hozir gaplashayotgandik. 30 yildan beri shu sohada shug'ullanishar ekan. Aka nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Bu O'rta Osiyo kapchiloni ko'proq Qashqadaryo tumanlarida uchraydi. Buni zahri bilan biz kasallarni davolaymiz. Ko'proq bizga onkologetik kasallik keladi va griza, mioma, shunga o'xshash har xil kasalliklarga davo izlab kelishadi bizga. Bu unaqa qo'rqmaysizlarmi aka? Hammasi yaxshimi? Yoshlikda shu bilan birga o'sganmiz endi qo'rqish yo'q. Hamma aka-ukalar bilan katta bo'lsa, akamga mana ilonlar bilan katta bo'lishgan. O'yinchoq o'ynab katta bo'lishgan bo'lsa, biz ilon bilan katta bo'lganmiz-da. Kimdir agar jahlilarni chiqarsa, akamga uyligini aytamiz, kelib bemalol ilonlarni ko'rib ketsangiz bo'ladi. Shu bo'lasi. Mana bitta silab qo'yamiz ko'ngil uchun. Shilimshiq bo'ladi. Atillarimizni ham olib keldik. Mana payshanba oqshomi trendga chiqqan Kobra ko'rsin, hidini sezsin deb. Mana bizning hidiga mazza qilardi. Agar ilon chaqib olsa, buni o'sha joyini kesib, so'rib shimib olib tashlasa bo'ladi, zahrini. Lekin atir sepganinglarda uni kessanglar ham, so'rib shimib tashlasangiz ham foydasi yo'q. O'shani strixobkasini olasizlar. Mana okamni qarasanglar. Haqiqiy kobra. Hozir siz bunga payshanba oqshomini sepdingiz. Sababi aka bu o'zimizdan muallifli atirimiz bo'ladi. Oldingi yili bu atirimizni yengilligini qilganmiz. Biz kobrangiz ham shuna hidini bir sezsin degan maqsadda olib qo'ydim. Xursand bo'lsin. Biz o'zimiz muallifli atirli chiqaramiz. Kimga agar tabiiy yo'ldan davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, akamlar bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ilonni zahridan mana chiroyli taboat usulida davolansanglar bo'ladi. Hammaga maslahat beramiz. Aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Kobraga ham kattagon rahmat. 5 yashab qo'yardimi? Sizga